Alaykum, Universal Duradgor kanalini kuzatib borayotganlar. Hammalaringga assalomu alaykum. Mana shu tomni Umidjon ukamiz Samarqanddagi obyektni bitiribdi. Samarqandda shu shaharida ekan. Umidjon, shu tom haqida bir ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Akalar, xudo xolasa Samarqanddagi obyektimizni o'z egalariga o'ta ham uzoqdan topshiryapmiz akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bu obyektimizga cherpissa variant qilib akalar, kuchganlardan ishlab berganmiz. Juda ham chiroyli va ideal holatda chiqdi akalar. Keyin tunikamizni markasiga keladigan bo'lsak, tunikamiz 0.5 Rossiya elimiz degan tunikada ishlab beryapmiz. Qora rangida aka, bu boshqacha sizlar. Ko'rsatmasin. Bu yerda arkalarimizga da polni siliflarga o'rnatib berganmiz. Ishimiz ko'rkiga yana ham ko'rk berib, yana ham chiroyli bo'ldi. Uydagilar ham ishimizdan juda ham mamnun. Xudo xolasa, bu obzor ko'rsangiz, obunachilarga ham qiziq albatta aka. Umidjon, siz O'zbekiston bo'ylab shu qanday tom bo'lishidan qat'iy nazar barcha turdagisini yopib berib xizmatdasiz-da, xalq xizmatida. Xizmatdamiz. Xudo xolasa, nomerlar yozib qo'yamiz, chiroyli qilib aloqa chiqishaveradi. Mana shu holatda bitirib beramiz akalar, ishlaydi. Universal Duradgor kanalini va Ideal Tom kanali Instagramda faoliyat yuritadi ukamiz. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Xudo xolasa, juda chiroyli qilib kelishilgan holatda va sifatli holatda qilib yopib beramiz aka. Bo'ldi. Rahmat uka. Aloqaga chiqaverasiz.